To'rt tarafı yap-yeshil, turlik o't-yosh, xilma-xil mevalar yetishadigan, kan boyliqlari mo'l bu jannat kabi vatanim do'zaxga aylangan edi. O'z xalqi ichida vahima, andisha va o'lim hukm surgan. Tajovuzchi yot toifalar bo'lsa, ko'ngli xush qilib, xotirjam yurishgan bir zaminda inson qandoq yashasin? Ona vatanda g'aribsinib yashashdanmi ortiq alam bormi kishiga? To'g'risi, Turkiston to'niqsiz holga kelib qolgan edi. Buning puchqoqlargacha qaroqchilar, qotillar va turumlar bilan to'lib ketgan edi. Ajablanarliki, men tehayat edim. Allohning irodasi. Bek oz masjid qolgan edi. Sanoqliq bir necha yashangan kishilar bu masjidlarga maxfiy oldi berib, namozlarini bo'sh ovozda ado qilishatdi. Shundaqdimi, jasuslarning kuzatishidan qutulolmaydi. Bu yaşanğanlarning o'zlariga biror yomonlik kelmagandek ko'ringan bilan, o'riq tuqqanlariga ziyonkashlik qilinishi har zaman qosh bilan kirpik orasidagi ish edi. Teatrxonalarga, soqchixonalarga o'zgartirilgan masjidlarning yonlaridan o'tganda tomlarni siylab, yoshirincha yosh to'katdik. Oshkor yig'ilganlar o'zlarini o'limga tutib bergan bo'ladi. Men u shahardan bu shaharga ko'chib yurib Har qatim o'raga o'tkaganda ismimni yo'tkaytdim. Bu aslimlar bek ko'nrapti. Ishlatgan ismlarimni unutib ketibdiman. Urumchi kelgan chog'da ismimni o'zgartirishning yetarli bo'lmaydiganligini bayqadim-da, hammonlik qilishga boshladim. Bir eski tog'arning otisini uchamga artdim. Qo'limda 2 tal to'mir ilmak, soqol burtumni bo'lshoq qo'yib etdim. Putlarim yerilib, 10 yil yalang oyoq yurgan odamninkidek bo'lib ketdi. Hech qanday gap so'z qilmaydim. Chunki gap qilish jarayonida ancha-muncha o'rinliq gap qilib qoldingizmi, salohiyatingiz oshkorlanib qoladi. Kech bo'lganda shahar chetidagi tashlandiq zay hujramga qaytatdim-da, Allohga ibodat qilatdim. Yuzlarimni ko'ydirib eqayotgan yoshlarimni farishtalarning suratayotganligini his qilatdim. Madaniyatimiz to'zib yo'q bo'lib ketyotdi. Ruslar minglab, 10 minglab kelyotdi. Xitoylarmi buningdan qilishmaydi. Hatta Turkistonliklar bilan Xitoylar orasida majburiy to'ylashishlar bo'ladi. Sheng Say Stalinning qashiq berib uningga yalvirib yo'yib, kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Qaytib kelibla Xitoyning raisi Jiang Zeyshiga xat yozib yordam tiladi. Biz 2 to'mir topan orasida ezilyotdik. Deganimdek ammanlik qilyotdim. Her kuni vatanimizning har xil boyliqlari Rossiyaga mangdigan yo'g'on mashinalar bilan poyezdlarga to'shilatdi. Hamma narsa to'shilatdi. Kan boyliqlari, meva-cheva, chorva mol, ziroat. Ishg'olchi Xitoy va ruslarning yig'ilib ko'ngil ochadigan ba'zi yerlari bor edi. U yerlarda kecha-kechalab naqsha aytib, usul o'ynab, aroq ichishatdi. Meni hayron qoldirgani bu yerlarda amal mansab tamasida vijdonini, dinini setib ishg'olchi dushmanning yomon niyat, shum g'arazlari uchun xizmat qilayotgan xoinlar shunchalik ko'p ediki, ular bir kechadala boshqacha insonlarga aylanib qoladi. Ularning chiroylariga qarag'animda Turkistonlik o'xshamay qolganligini his qilatdim. Yeb ichish, kiyinishlardan tortib, o'ltirib qo'pishlargacha hamma narsa o'zgargan bo'lib, hamma ishda xo'jayinlari bo'lgan ishg'olchilarni, bo'libmi ruslarni taqlid qilishadi. Kishini yergandirib, gap qilganda rus so'zlarini aralashtirishlarcha texe. Vatanimning ishg'ol qilingan holiga har qatim qarag'animda dahshat bosadi. Turkiston qachonmi o'zining noznindek jalbkor, pok beg'ubar va sop holatiga qaytara? Ümitsizlik yuragimni mujitdi. Kunda mashina to'shigan yuklar tinimni alsiratgandan sirat qalbimgimi ar kelishga boshlagan kunlarning birida aylanib yurib uni ko'rib qoldim. Tuyuqsiz kelib qolg'achqa ixtiyorsiz holda to'lab soldim. Cho'lpon bir Xitoy haydab ketib borgan arava to'xtadi. Uning tatirib ketgan chiroyiga birla qaradim va hushimga kelib yuzimni boshqa tarafga burib oldim. Qechib ketay deb mangan edim, lekin harosi bilan yo'limni to'sib meni tutib oldi. Menga tuyg'usiz so'q nazar bilan qaradi. Mening keynimdan saraygacha kel, dedi. Qo'lim titrab, tilim kalvashib qolgandi. Arallah, men sizni tonimayman. Men asli deyaladim. Bizniki kelisin. Balding begimga bir xizmatkor kerak edi. O'zi hozir Urumchida emas. Cho'qim kel.
dedi keskin buyruq talaffuzida. Hushimni yig'ib, nima ish bo'lganini anqirib bo'lguncha yasadaq baytun ketib qoldi. Minishdan burun turalg'usining o'rnini qisqicha deb bergan edi. Qarang'u, zay basqan hujramga qaytib keldimda, namoz o'qib, yig'lashga boshladim. Ko'pincha vaqtlarda o'limning yashashdan rohatroq ekanligini his qilardim. Chunki o'liklar hammadan bexabar edi. Yana ba'zi vaqtlarda qalbim keskin ishonchga to'ladi. Islom zafar quchdigandek, mutlaq hurriyat yetib keldigandek o'ylaydim. Tushkunlik va umid qaynimda tangirqab qolgan edim. Ya mang'adigan yo'lini, ya panohlanadigan joyini topolmay tinib qolgan bir bechora edim. Eski meynat kiyimlarim bilan borolmaydim albatta. Hammalliq kiyimlarimni selib etib, üstü beşimni bek qasrining qo'g'disiga loyiq tuzashtirdim. Gerçi u begning davri oxirlashib, butun oilasi sarson bo'lib ketgan bo'lsa-mu. Bog'donning saroyini izlab tepish tasga to'xtamadi. Saroy varang-churungdan xoli, tinch bir yerda. Qo'g'dug'uchilarimi oz edi. Hech kim yo'limni to'simadi. Ishik baqar üstü beşimga qarab qo'yib, "Xonim bilan ko'rishga keldingmi?" deb so'radi. Qo'rqib turib beshimni lang'ishdim. Allohga shukr. İsmimni so'rab qolmadi. Gerçi ismimni anglasimg'o cho'ngish bo'lib ketishi natayin edi. Lekin dushman g'aljirlashsa nima ishlarni qilib o'tganligini bilgili bo'lmaydi. Ta'limga saroy odamdan xoli edi. Ah xudo, men nima ishga keldim? Nima deyman uningga? Tungungi mashqum. Bugun bo'lsa bu saroyning xonimiga aylangan ayolning xizmatkori bo'lishini qabul qilamdiman. Uning jamiyatdagi o'rni yuksalib cho'qiyotgan. Meni bo'lsa xuddi boshqa qo'zg'olonchilarga o'xshash o'lim tumsqilab yurayotgan tursa. Lekin qattiq qiziqish meni yetlab mush yerga kelgan edi. U qizil maxmalda qoplangan divanda o'ltiradi. Badaniga yepishib turgan qop-qora ko'yniki uni texim jazbdor qilayotgan edi. Cho'lpon bek o'zgarib ketgan edi. Qaramoqqa parishon, sulg'un, lekin mag'rur ko'rinadi. Yoshlarcha jushqunlik, sho'xliqdan asar yo'q. Pishqon, nazlin cho'kaniga aylanib qolgan edi. Uzun bo'ldi. Seni ko'rishni arzu qilib yuratdim. Uning qarab qo'ydim, ammo javob qaytarmadim. Seni urishda o'lib ketdimikin debdiman. Sukutni davom qildim. Gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qila olmadim. Umidsizlik insonga hamma ishni qilg'izdi ekan Mustafa. Mening og'zimning ochilishini kutib baqdi. Foydasi yo'qligini ko'rgandan keyin o'rnidan turib davom qildi. Jang maydonida o'lib ketganlarga shunchalik hurmatim bor. Hech kim darg'a esilib yoki turmada qiynalib o'lib ketmasa deyman. Jang maydonida oxirgacha kurash qilib o'lib ketish hargizmi dushmanga tirik tutilib qolmaslik kerak ekan. Oxiri jur'atga kelib, "Amisi o'zing nima ishga tirik taslim bo'lding, Cho'lpon?" dedim. Oxir gap qildim. Achchiq kulib qo'ydi. Men qilganlarimni aqq chiqarmoqchi emasman. Bek qasri dushmanning qo'liga tushganda qasrdagi odamlarni qutqizishni o'yladim. Hamma tajovuzchi Xitoyning ko'ngil xush bo'lishini xohlamadim. Shunga birisini tanlab, shuning bilan to'y qildim. "Qanday to'y qilding?" dedim hayronlik ichida. Xalqlar qanday to'y qilgan bo'lsa, men shunday to'y qildim. Islomni qabul qildi va meni nikohiga oldi shu. Hasrat bilan o'xtat davom qildi. Shunday ajoyib oddiy, ammo echinishliq. Uning menga qiziqib qolganligini ko'rganda shartlarimni o'tirib qo'ydim. Uning islomni qabul qilishining bir ko'rinish ekanligini, nuri o'chgan chiroqdagila bir ishliqini bilaman. O'zimni va uni aldayotganligimni bilaman. Lekin sana qanday tushuntirsam bo'lar? Tayyorliqsiz edim. Chilbörlar har tarafdan xiris qilib kelayotgan edi. Shundoq bir chog'da meni amriga oldi va meni qo'g'didi. Hozirgacha yaxshi ko'rdi. "O'zing yaxshi ko'rmaydigan birining qo'ynida qanday yashayoliding?" dedim ajablangan holda. Masxirlik oldi mo'risini qaqib qo'ydi. Xuddi vatanim Turkistonning ishg'olchilarining tapini ostida yashayotganideklar. Xuddi sening Xitoy va ruslar ishg'ol qilib olgan Urumchida yashayotganingdeklar. Ruhsiz badandek. "Ruhsiz" deb pichirlab qo'ydi va davom qildi. To'g'ri, qizg'inlik va muhabbatni yo'qotdik. Shunga yeb ichish, o'ynab kulishlarimizning hammasi ruhsiz. İçimizga ruh bo'linishini saqlayotgan mum haykallardek mengib yuramiz. Yog'och yoki tunugidan yasalgan
ovoz chiqara oladigan chiroyli yapon qo'nchoqlarga o'xshash. Haqiqiy hayot deydigan narsa mavjud emas. Kulkimiz, yig'imiz, hislarimiz xuddi teatr artistlariningidek. Tushundingmi, Mustafa? u zarbi bilan chavak chalgan edi. Xo'jador darhol yetib keldi. Cho'lpon meni uningga tunishtirib, Bu qo'duvchi xodim ismi Tursun. Uni pozur kiyimlar bilan Balgon begimning sarayıga loyiq kiyindiringlar.